Oyi, to'xtang, ketmang. Diyora, qayerdasan? Oyim tushimga kiribdi. Ruhi bezovta. Onamning qiyofasi ko'z o'ngimdan ketmayapti. Menimcha, qishloqdagi uydan xabar olmaganimga ancha bo'ldi. Odamlar aytsa kerak, falonchi otasidan qolgan imoratni qarovsiz chordivor qildi deyishayotgani aniq. Bu gazetaning ishi sira tugaydi emas ekan. Hali bu yugur bilan vaqt o'tganini bilmaysan kishi. Odamlar muxbirlik mazza deb o'ylasa kerak. Ochig'i o'zim shunday o'ylardim. Ishning salmoqli, mas'uliyatli ekanligini bildim. Ufaga borish oldidan oxirgi marta qishloqqa borganim, mollarni sotib kelganimga ham 16 yildan oshibdi. Nusrat aka qo'shni bo'lgani bilan baribir begona-da. Unga uyning kalitini, ashqal-dashqallarini tashlab kelgan edingiz. Mayli, Diyora, men qishloqqa